Darsimizni davom etamiz. Mana endi stillar ko'rib o'taylik sizlar bilan. Forma stillar. Birinchisi boshiga column gap. Buni o'zgartirib ko'rsangiz o'zi bilinadi. Bu elementlar orasidagi masofa. Demak, gorizontaliga ana bu yerdagi bo'sh joyda o'zgartirsalaringiz bo'ladi. Masalan, 3 ta 4 ta ham bo'lishi mumkin. O'shani masalan ana shu yer bilan o'zgartirar ekanmiz. Row cap ana bu elementlar tepadagi bilan pastni o'rtasidagi masofani o'zgartirsak bo'ladi. Bu yerda formada 20-30 talab forma bo'lishi mumkin. 20-30 talab elementlar bo'lishi mumkin. O'shalarni bir-biriga to'g'ri joylashtirish uchun ana bularni so'zlasalaringiz bo'ladi. Hop, label. Labelni bunday bossak nima bo'ladi? Label ana bu sarlavhalar edi bizda. Sarlavhalar edi. O'sha sarlavha va element ana bu inputimizning matn kiritadigan joyimiz va ismning o'rtasidagi masofani bildiradi label. Masalan, kelinglar 9 deb qo'ysak, bizda o'rta ochilib, bu yoqqa ham yaqin bo'lib qolib, bu yoqqa ham yaqin bo'lib qoldi. Ko'p ochmaslik kerak, o'sha uchun iloji boricha kelinglar 4 qilib qo'yaman. Ozgina judayam ochib qo'ysak bo'ladi. Text color endi bu qaysi rang bo'ladi matnlarimiz. Mana bu yerda nimasi sarlavhasi ana bu sarlavhalarimiz rangi masalan kelinglar qora turaversin. Tuproq mark color belgi rangi ko'k, qizil, sariq ana bu yerda och qizil edi. Shuni o'zgartirsak bo'ladi. Tipografika bu ham qiziq nimalarimiz, demak, shriftni tanlashimiz mumkin bu yerda. Kelinglar qaytamiz orqaga. Global fonts. Hop, qaytamiz orqaroqqa. To'g'rilarga, demak, tipografikadan ham qo'shib qo'ysak bo'ladi. Bu yerda 4 ta asosiy nimasi turi bor, o'shalarni qo'shib qo'ysak ham bo'ladi. Mana shu bizga demak label ekan, form. Yana qo'shimcha nimalarimiz bor, fields, border color masalan. Bunday ko'kchiroq qilib qo'ysak, ana bu atrofidagi nimalar, shakllar, ramka ko'kka kirdi. Shunday masalan o'zgartirishlaringiz mumkin. Border color, border width, sho'la chapdan o'ngdan qancha tashish kerak, ana shu yerdan qilsak bo'ladi. Buttonga bosamiz, button ham qiziqroq bizda. Mana bu yerda qanchalik uzunligini, knopkamizni qayerda joylashganini belgilashimiz mumkin. Ждвойная, точная, bu boshqa точный punktир ana bu atrofdagi demak ramkani shunday qilib qo'yishimiz mumkin ekan. Background color. Hop. Background color. Bu yerda o'zini orqa fon rangini o'zgartirishimiz mumkin. Text color matn rangi. Hop, ko'k, qizil, qizil tushoq. Turibdi masalan, aksent qilib yashil qilishimiz mumkin xohlasak. Bu dizayn bo'yicha to'rtkesa qilsalaringiz bo'ladi. Va bizga kerak bo'ladi border color, ramka rangi kerak yo'q hozircha. Message va xabarlar. Sizdan xabarlar qanday xabar keladi o'shalarni ko'rishimiz mumkin, o'zgartirishimiz mumkin va boshqa. Siz qo'shimcha masalan nimalarni elementlarni shu yerdan qo'shishlaringiz mumkin. Demak, vazifa nima bo'ladi? Vazifaga sizlarga ana shu pochta
uzr, forma qo'shishlaringiz kerak bo'ladi. Formani ichida nimalar bo'lishi kerak? Ism, familiya, telefon va pochta. Shu to'rttasini so'raydigan, masalan, forma yaratib berishlaringiz kerak bo'ladi va bu yerda yuborish tugmasi bo'lishi kerak bo'ladi. Mana shu vazifa bo'ladi sizlarga. Tushunarlimi? Qo'yish tugmasini bosamiz, masalan, form deb yozishlaringiz mumkin yoki ana bu yerdan pastroqqa tushsalaringiz, ana bu yerda forma turibdi. Shundan olib bitta tashlaysizlar elementlarni ichiga va shularni o'zgartirib chiqasizlar. Masalan, name emas, ism deysizlar, buni pochta deb o'zgartirasizlar. Buni уже olib tashlashlaringiz kerak bo'ladi. Masalan, buni olib tashlasangiz bo'ladi. Xohlasangiz yana qo'shib chiqasizlar va boshqa shunga o'xshagan nimalar bo'ladi. Tushunarli, ha? Savollar bormi vazifa bo'yicha? Forma yaratishlaringiz kerak bo'ladi. Rasmini ham tashlab qo'yaman. O'shanga yaqinroq qilib yozsalaringiz bo'ladi. Xo'p, videoni endi nimaga tashlab qo'yaman? Sizlarga masofaviy o'zlaringizni platformalaringizga tashlab qo'yaman. O'sha yerdan ko'rib, o'rganib ishlasalaringiz bo'ladi. Savollar bormi bugungi mavzu bo'yicha? Mhm. Yaxshi, agar savollar paydo bo'lsa, berishlaringiz mumkin. Telegramdan yoki o'sha masofaviy sahifasidan yoki o'zimga yozishlaringiz ham mumkin bemalol. Va bunda keyingi darslarda ko'rishguncha sizlar bilan xayrlashamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sog' bo'ling.